Barchalarga assalomu alaykum. Men sizlar bilan kompotman. Lekin bugun kompot bo'lmayman. Chunki bugun biz mana skinni ko'ryapsizlar, mana bu yerda. Mana shu joyda, mana shu stel va bugun biz mana bu Block Crazy degan Minecraft o'rnatib oldim va shuni hozir o'ynab ko'rmoqchiman. Mana men uyim. Mana hozir ben instrumentlarni olib mana shunday mana hozir bularni tushirib bu shitni şöyle guys. Biz hozir daraxt chopib kelamiz. Shit xalaqit beryapti menga. Olib qo'yaylik shuni. Hozir daraxt chopamiz va pechkani yoqib qo'yish kerak. Mana shu kichkina daraxtlar. Bu Minecraft o'zim Minecraft'dan mekanik o'ynab ko'raychi deb o'rnatgandim. Bu ham normal ekan. Bu ham bo'ladi. Abba suvga tushib ketgan. Do'stlar, videoga like bosinglar va kanalga obuna bo'linglar. Shundagina ko'p video chiqishi, tezroq videolar chiqishiga sabab bo'ladi. Men tezroq 4000 ta bo'lsam, udar videolardan ko'p boraman. Bu nima bo'ldi bu? Bu nima? Bo'pti, mayli hozir. Ay, jonim ketdi-ku. Hozir biz buni pishirib olamiz va uyimga boraman. Va pechkamda pishiraman. Buni hozir men tagiga mana shundan ikkita tiqaman. Mana bunga steak solaman de. Mana shunday. Hozir tayyor bo'ladi bu. Uyimga 1dan 10gacha baho beringlar do'stlar. Bu ham pishdi. Ovqatlarni yoniga tiqib qo'yamiz buni ham. Bu shit blokda tursin. Va hozir bu pishishi bilan steakimiz ham tayyor bo'libdi. Bu ham tayyor. Mana buni ham solib qo'yamiz. Hozir nima yasasak bo'ladi? Mana bu hammasini daraxtga aylantirib olaman va hozir bitta sandiq yasab olish kerak. Men bu Minecraft o'ynamaganimga shunga qo'lim tushmaydi do'stlar. Unaqa deb nimalar deb tashlamaysizlar do'stlar degan.
tayoqdan yasaveramiz va nayza yasab ko'rmoqchiman. Iya bo'lmasa ekan. Bular menga mana shuning uchun nima kerak? Hoppa. Tumba uchun yarimtalik bloklar kerak mana bungacha. Men hozir yarimtalik qilib olay. Qanaqa qiladilar buni yarimtalik? Mana shundaymi? Ha, mana. Endi ko'rib olamiz. Ikkita tayoq. Bo'pti, xolos. Mana tayyor tumbamiz ham. Tumbami nima deyiladi bu? Nomi. Mana shu yerga qo'yaman va hozirgi yasagan narsam shuni ichiga tashlayman. Mana shularni ichiga. Bo'ldi mana. Mana bu 5 taliklarni bu yoqqa o'tiramiz. Hammasini ikkitadan ko'rish kerak. Mana shularni ham o'tkazib yuborsak. Mana. Endi uxlashga yotsak bo'ladi. Mana ertalab bo'ldi do'stlar. Yangi tong. Otga minib bo'larmikan? Ya. Mana bu Minecraft ham juda udar ekan lekin. Menga juda yoqdi bu ham. Bunga hal modlar qo'shaman men hali buni udar qilib olaman do'stlar. Keyinchalik shu Minecraftda ham videolar ko'ramiz. Ishtonni o'rniga so'rayman. Mana eshikimni ochib qo'yay. Toza havo kirib tursin. Mana bu ham lekin skinimni qanaqa qilib almashtirishni bilmadim. Skinim qiz bo'lanikidek. Mana u ot qanaqa chiqib kelyapti u yerga do'stlar, bilmaysizlarmi? Nima bor ekan ha? Ozgina ot oynadan qarab turishini ko'raman. Tilka, mana shu qilich, bolta va mana shular kerak bo'ladi. Hozir men ozgina tosh olib kelay. Suvdan o'tib olamiz. Hop. Hoppa. Mana bu Minecraft o'ynash juda o'ynolmayapman. Hoppa. Ot qanaqa chiqib kelyapti? Ha, mana bo'ldi. Hoppa. Yomon o'ynashni bilmayman-da uchun.
Narigi Minecraft yaxshi edi bundan. Bu ham bo'ladi-da, lekin men unchalik bilmayapman buni o'ynab. Mana 22 ta etadi. Buni joyiga qo'yamiz va bo'pti, mayli 32 ta qilaylik, shuni yana 10 ta olaylik. Mana ko'mir ham chiqdi. Mana shu ko'mirni ham olsam bo'ldi, yetadi menga. Hoppa. Suvdan chiqib olaylik. Mana shunaqa qilib taxlash yoqadi menga. Narigi Minecraftda shunaqa qilib bo'lsa edi. Shunaqa narsani qo'yish kerak narigi Minecraftga ham. Menga mana shunaqa qilib taxlash juda ham yoqadi. Buni olaman-da bu ichiga qo'shaman va bu yerga 4 ta ko'mirni solamiz. Va ovqatimiz bor. Va do'stlar, bo'ldi. Kamerani shu yerda o'chiradigan vaqtim keldi. Mana mening uyim va sizlar bilan xayrlashadigan payt keldi. Do'stlar, bu Minecraft o'ynashlaringizni tavsiya etaman. Juda zo'r ekan va albatta bu Play Marketda bor. Yuklab olib o'ynasanglar bo'ladi. Haqiqiyga o'xshar ekan. Qo'ylarni o'ldirsangiz go'sht tushar ekan. Shunga hammangizga tavsiya beraman. Bo'pti do'stlar, barchangizga xayr. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.